Assalomu alaykum. Biz o'tgan darsda pravilalar yaratishni ko'rdik va shunga misol sifatida klientlar uchun Telegramni bloklash yoki unga ruxsat berish misolini ko'rgandik. Va'da qilingandek, bugungi darsimizda faqatgina TASX saytlarga ruxsat berish, misol uchun Mirga, ya'ni tashqi internetga, misol uchun blokirovka qo'yishni ko'ramiz. Buning uchun nima qilamiz? Yana Kerion administratsiya qismiga kiramiz. Buning uchun administrator kompyuteridan Kerio lokal admin salom 321 yana administratsiya qismiga kirdik. O'tgan darsdagi singari mana private trafficlarni ko'rdik. Shunaqa holatda turibdi. Demak, Telegram, ya'ni yopilgan rektor va talabalar uchun, demak, Telegram yopilgan. Mana pravilasi udalib turibdi. Endi biz bugungi darsimizda faqat TASX saytlar uchun ruxsat qoldiramiz. Dastlab shu narsa ishlashini, qayerda ishlaganini tekshirish uchun xodim kompyuteriga kirdik. Mana ping, demak, Mir uchun Google DNS adresini ko'rsatib qo'ydim. Demak, ishlab turibdi hozircha. Endi TASX-dagi DNS serverlardan bittasi bu Uztelecom ham DNS adresi bor. Ping 195.158.0.1. Unga ham ping berib qo'yamiz. Demak, ping ketib turibdi. Keyingisi talabani kompyuterida ham xuddi shunaqa holatda bajaramiz. cmd ping 4.8 inst. Demak, avtorizatsiyadan o'tmagan ekanmiz. Avtorizatsiyadan o'tib qo'yaylik. Kerio lokal. Kerio ochdi. Demak, bunda talaba akkauntidan kiramiz. Talaba 123 ni kirdik. Endi ping ketishni boshladi. Aynan o'zimiz TASX-dagi DNS manzilga berdik. Bunda ham demak ping ketib turibdi. Mana xodim kompyuterida ham, talaba kompyuterida ham ping ketib turibdi. Hozircha normal holatda. Kerio lokal ko'rilishi, kim bilan kirgan ekanmiz bunda? Akbar Hayitov bilan kirgan ekanmiz. Demak, shart emas hozir logout qilishimiz. Ikkala holatda ham, ikkita kompyuterda ham, ya'ni talaba holatida ham yoki bo'lmasa xodim holatida ham, ya'ni Akbar Hayitov profilda ham kompyuterida hozirgi holatda internetga ham, TASX-ga ham dostуп bor, hech qanaqa muammo yo'q. Faqat TASX-ga dostуп berish uchun nima qilamiz? O'tgan darsda ko'rdik, Telegramni IP adreslarini, oraliqlarini, aniqrog'i IP adreslari oraliqlarini bitta gruppa sifatida shakllantirdik. Demak, ushbu darsda ham TASX-dagi barcha IP oraliqlarini spiskasini, ya'ni ro'yxatini tuzishimiz kerak, gruppasini. Buning uchun nima qilamiz mana? TASX IP range. Buning uchun mana bu yerda ko'radigan bo'lsak, Turon ekani ochadigan bo'lsak, Turon Telekom saytida keltirilgan ekan. Mana CCT TASX, mana plain text, ya'ni tekst ko'rinishida olamiz. Mana bizda demak barcha O'zbekistonga tegishli bo'lgan IP adreslarni oraliqlari, ya'ni podsetlari, nomerlari ko'rsatib o'tilgan. Mana shularni bitta qilib, bitta gruppa sifatida shakllantirishimiz kerak. Endi men vaqt ketmasligi uchun bitta gruppani tayyor shakllantirib qo'yganman. Buni endi kiritib chiqaman desangiz, bitta yarim soat 40 minut vaqtingiz ketadi. Kerio kontrolda bitta tarafi, noqulay tarafi bor. Men shu IP adreslarning gruppasini yarataman desangiz, birma-bir kiritib chiqishingiz kerak. Mana e'tibor beradigan bo'lsangiz, men shu narsani gruppani yaratib qo'yganman bu yerda. Mana ya'ni men bitta berilgan barcha IPlarni bu yerga kiritganman. Oxiri
Demak, 217 30 160 edi. Tak. Mana bu yerda ham xuddi shunaqa 160 20% ga bilan turibdi. Demak, barcha IPlarni kiritib, mana bu yerda TASX degan bunaqani gruppani shakllantirganman. Ko'rgansiz, mana gruppa shakllantirilgan. Siz ham shu holatda, ya'ni o'tgan darsda eslarsiz bo'lsa, bosh menyuda, ya'ni mana bu yerda konfiguratsiya bo'limida, ya'ni bosh oynasiga kirib, gruppa IP adresi добавить, mana shu yerda TASX deb yozib ketishingiz mumkin bemalol. Вот. TASX deb yozib ketishingiz mumkin. Bu shunaqa qilib IP adreslar gruppasini hosil qilamiz. Endi bizning asosiy maqsadimiz faqatgina, misol uchun talabalar uchun faqat TASX saytlarni qoldirish, tashqariga, misol uchun mirga dostуп yopib qo'yishimiz kerak. Buning uchun nima qilamiz? Yana правила trafikaga kiramiz. Mana bizda qoida turibdi, mana internet aksesda mana klient VPN и autentifitsирование, autentifikatsiyadan o'tgan foydalanuvchilar internetga dostуп berilgan internet interfeysda razрешить turibdi va ularning o'rtasida NAT ko'tarilgan. Bemalol ishlab turibdi. Biz qiladigan ishimiz faqatgina bu pravila qoladi. Autentifitsирование olib tashlaymiz, klientni ham olib tashlaymiz. Bu qolsin bizda faqatgina kimlar uchun qolsin? Xodimlar uchun. Xodimlar uchun internet bor va Karol, ya'ni administrator. Karol degan gruppa foydalanuvchi yaratgandik. Mana bu bor. Mana bu yerdagi rektor, Akbar Hayitov yoki Salom Alikov degan foydalanuvchilar bular xodimlar gruppasiga tegishli. Bularni birma-bir tanlab o'tirish hojati yo'q. Karol xodimlarni tanladik va OK и применить. E'tibor beramiz endi. Mana xodimning kompyuterda internet ishlab turibdi. Talabani kompyuterida уже murojaat yo'qoldi. Bu internetga degan narsa endi lokal tarmoqda bor, lekin tashqariga umuman dostуп yopildi. To'laligicha. Ya'ni bu internet bo'lsin, ya'ni o'sha Google adresi yoki bo'lmasa o'zimizda TASX-dagi DNS adresiga ketayotgan murojaat ham o'sha to'laligicha yopildi. Endi biz talabalar uchun faqatgina TASX saytlarga ruxsat ochib qo'yishimiz kerak. Buning uchun nima qilamiz? Yana добавить правилani nomi, misol uchun TASX deb yozamiz. TASX. Dalее. Tak. Kimlar TASX ga kira olishi kerak? Demak, bizda gruppa bor edi, talabalar gruppasi bor edi. Talabalar gruppasini tanlaymiz. Dalее. И место назначения, ya'ni borish kerak bo'lgan joylar qaysi? Bizda bor gruppa IP adresi, ya'ni TASX degan gruppa yaratdik. Mana sizda bor, TASX degan gruppa bor. OK. И далее. Bo'ldi, службаlarni qoldirasiz, готово. Bu bo'ldi. Endi применить qiladigan bo'lsangiz, e'tibor beradigan bo'lsangiz, hali bu yerda hech qaysi ishlamadi. Ya'ni o'sha Google ga ketadigan ping ham yo'q, TASX ga ketadigan ping ham yo'q. Sababi nimada? Mana bu yerda yana bitta oyna bor, bo'lim bor. Bu tak. TASX. Вот. Mana bu yerda NAT pravilasini ko'radigan bo'lsak, ya'ni tashqaridagi tarmoq bilan ichkaridagi tarmoq o'rtasida NAT ko'tarilishi kerak. Mana shu bo'limda, translyatsiya bo'limida bor. Mana shu yerda, demak, mishkani chap knopkasini 2 marta bosamiz. Вот, и включить источник NAT. Mana shu narsaga галочка qo'yib qo'yasiz и применить. OK. Вот. Endi e'tibor beradigan bo'lsak, mana TASX-dagi adresga ping ketishni boshladi, Google'da ping yo'q. O'sha narsani brauzerda ko'radigan bo'lsak ham, mana misol uchun bironta bir saytga kirib ko'raylik, TASX-dagi saytga. Championat.uz saytlarni ochyapti bemalol. Control tak, misol uchun Google ga kiradigan bo'lsak, ochmaydi.
yoki ya.ru degansak Yandexdagi anaqani ham saytlarni ham ochmaydi. Yoki Google o'zida misol uchun qidiruv beradigan bo'lsak, misol uchun brauzer o'zida ham qidiruv. Salom alaykum deb misol uchun qidiruv bersangiz ham bu ham ishlamaydi. Demak, biz shunaqa pravil yaratdik, faqat TASX saytlar ishlasin, qolgan tashqi mir ishlamasin deb bu pravillarni talabalar misolida tekshirib ko'rdik. Bemalol ishlab bu pravillarimiz ishladi. Misol uchun Kerio lokal endi kiramizda. Tak. Logout qilamiz, tak. Logout, ya'ni talabada bilan kirganmiz. E'tibor beradigan bo'lsak, 4.8 ga ping yo'q edi. TASX-dagi anaqaga ham ping bor edi. Endi logout qilganimizdan keyin yo'qoldi. Demak, Akbar Hayitov salom 1 2 3 mana kirdik. Ping ketishi demak merga ham dostуп ochildi. TASX ham o'z-o'zidan bor. Bu UFF chempionati o'zi ochilgandi, endi Google.ru ham ishlaydi. Yandex ham o'sha bunda bemalol ochiladi. E'tibor bersangiz Google ochildi. Qolgan saytlarni ham shunaqa tahlilda demak tekshirib ko'rishingiz mumkin. Yandex maqolani ham salom alaykum qidiruvini bergandik. Bitta ham o'sha obnalini bersangiz, mana salom alaykum qidiruvni ham chiqarib berdi. Ushbu darsimizda demak biz pravillar bilan tanishib chiqdik. Keyingi darsda endi web filtratsiyalarni ko'rib o'tamiz.